Dushmanlarimiz nima gap dushmanlarimizda? Ularda qilgan ishlariga yarasha jazo qaytdimi? Bu video kimgadir hujum qilib, uni dushman sanab hujum qilib, jabrlantirib, ozor yetkazib, keyin dushmanim deb o'tirganlar uchun emas, o'zini himoya qilgan va faqat himoyada, zarbalardan himoyada bo'lgan insonlar uchun qilgan, sizni xafa qilgan, sizga hujum qilgan, nohaq haqoratlagan, nohaq xafa qilgan, nohaqdan sizga sehr qilgan insonlar uchun ko'ramiz, qani shu nohaqligini jazosini oladimi yoki olyaptimi. Dushmanlarimiz bumerang qaytadimi dushmanlarimizga? Qilgan qilmishlariga jazo oladimi dushmanlarimiz? Bu video dushmanidan jabrlanganlar uchun. Sizga sevgingizni отказ qilgani uchun voy, mani endi dushmanim, mani отказ qildi, men endi bir umr dushmanman. Yo'q, unaqa bo'lmaydi dushman. Sizga zarar yetkazdimi? Sehr qildimi yoki qandaydir sizga zarar yetkazadigan ish qildimi? Demak, u qandaydir jazoga loyiq inson va bu karma qaytadi. Unga bo'lmasa farzandlariga qaytadi. Xo'sh, dushmanlarimizga qilgan yomonliklariga yarasha jazo qaytadimi? Qarang. Bu nima bilasizmi? Sud. Qanaqa sud? Bu oxirgi zamon. Oxirgi zamon. Hamma qilmishiga yarasha jazo oladigan vaqt. Yaxshiligiga ham, yomonligiga ham bu 100% qaytishini bildiradi. Dushmanlarimiz jazosini oladimi? Albatta oladi. Albatta. O'zi ko'p narsani yo'qotgan holatda turibdi bu inson. Dushmaningiz ya'ni juda ham tezlikda qaytadi. Xursand bo'lsin tez qaytganiga, sababi tez qaytgani bu juda ham yaxshi. Uzoqda agar siz kimgadir yomonlik qildingizda, Xudo meni jazolamadi-yu deb xursand bo'lmang, lekin qancha vaqt cho'zilsa, shuncha kattaroq bo'lib qaytadi. Sirazi qaytadigan bo'lsa, xursand bo'lish kerak, что unaqa katta zarar yetkazmaydi. Bu sizni qanchalik gunoh qilganingizga bog'liq, qanchalik yomonligingizni, qilgan ishingizni katta kichikligiga bog'liq. U qaytgandagi holati ham. Dushmanimizga jazo qaytadimi? Jazosini oladimi? Albatta oladi. Xiyonat, pul tarafdan yo'qotish, shayton. Qarang, men kartani shundoq qaramasdan qo'ydim, lekin juda ham zo'r. Dushmanimizga qaytadigan narsalar nima? Birinchi o'rinda oxir zamon kartasi tushdi. Bu 100% qilgan ishiga jazo olishidan dalolat beradi. Va ko'p narsani yo'qotgan va yo'qotadi. Va bu juda ham tezlikda amalga oshadi. Va hali yana oldinda juda ham qattiq yo'qotishlar, juda ham qattiq ruhiy zarbalar kutyapti. Pul tarafdan qiynalish, pulga bog'liq muammolarga kirib ketishini ko'rsatyapti. Ayyorlik, g'irromlik, xiyonat, pul bilan bog'liq, agar pulga nisbatan ochko'zlik qilgan bo'lsa, pul bilan bog'liq kimnidir haqqiga xiyonat qilgan bo'lsa, bu yerda o'zini nafsidan jazo olishini ko'rsatyapti. Ya'ni katta pul keladi yoki katta pul va'da qilgan inson bu insonni ishonchini oqlolmaydi. Qandaydir katta miqdordagi pulga tushib qolishi mumkin, aldab ketishlari mumkin. Mana shunaqa. Ya'ni yaxshigina kimdir bu insonga xiyonat qiladi. Ayniqsa bu ayol kishi bo'lishi mumkin.
qandaydir yolg'onga uchib nafsini quli bo'lganlar, ayniqsa bu tarafdan judayam yomon katta yo'qotish kutyapti. Man to'g'risi havas qilmagan bo'lardim bu yerdagi dushmanga, chunki atrofida qaranglar. Buni ichida bitta yaxshi karta bu ham bo'lsa nimadan xiyonat bo'lishini ko'rsatyapti. Bu imkoniyat, bu insonga qandaydir imkoniyat beriladi. Bu inson bu narsani imkoniyat deb qabul qiladi, lekin bu imkoniyat uni qilgan yomonliklariga jazo sifatida qandaydir tangani ikkinchi tarafida ko'rinmayotgan tarafi bor. Mana shu tarafdan bir qo'li bilan berib, ikkinchi qo'li bilan udar qiladi. Ya'ni imkoniyat deb olgan narsasi chirigan olma bo'lib chiqadi, tushunyapsizmi? Mana shunaqa narsa. Xo'p, oxir oqibat nima bilan tugaydi? O'zi menimcha hamma yomon karta tushdi bu insonga. Dushmanimizga qilgan yomonligiga yarasha jazo oladimi? Aytganimdek, ayol kishi tarafdan keladi. Ayol kishi tarafdan aqlga, bilimga, tajribaga ega inson ayol va bu ayol his-tuyg'uga berilmaydigan ayol. Bu ayol bilan internet orqali gaplashayotgan bo'lishi mumkin yoki qandaydir illyuziyaga berilgan. Taqdirim o'zgartiraman, hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi degan qanaqadir o'y xayollari bilan bosgan qadami tikonga to'la bo'ladi. Mana shunaqa vaziyat kutyapti va bu karma. Tushunyapsizmi? Karma. Qilgan qancha gunohi bo'lsa, buni 1000% qaytishini ko'rsatyapti. 1000%. Hali bu videoni tagida yozib qoldirishlaringizni kutaman, chunki hammada har xil vaziyat. Dushmaningizni holatidan sizga qandaydir xabar kelishi mumkin, kimdir aytishi mumkin, xabar topishingiz mumkin. Mana shunda, mana shu video ostida yozib qoldiring nima bo'lgan, chunki bu yerda judayam qattiq bumerang kutyapti. Yaxshigina jazo oladi, ishoning. 1000%. Keyingi videoda ko'rishguncha.